Argentina terma jamoasi jahon chempionatidan chetlatilishi mumkin. Bunga Argentina futbol assotsiatsiyasida yuzaga kelgan korrupsiya mojarosi sabab bo'lmoqda. Qayd etilishicha, AFA rahbariyati vakillari tashkilot prezidenti Claudio Tapia, uning yaqin hamkori Pablo Taviginho hamda moliya departamenti rahbari o'rinbosari Luciano Nakisga nisbatan tergov boshlagan. Sud Pilar shahrida joylashgan 10 gektarlik yer maydoniga egalik huquqi, shuningdek, u yerda mavjud vertolyot maydonchasi, yilqichilik fermasi va 50 dan ortiq retro avtomobillarga oid masalalarni o'rganmoqda. Ta'kidlanishicha, agar tergov yakunlari bo'yicha sud jarayonlari boshlansa va futbol assotsiatsiyasi faoliyatiga davlat aralashuvi aniqlansa, Xalqaro futbol federatsiyalar assotsiatsiyasi Argentina terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatidan chetlatishi mumkin. Avvalroq Argentina politsiyasi AFA binosida hamda mamlakatdagi 13 ta futbol klubida noqonuniy moliyaviy operatsiyalar, xususan pul yuvish bilan bog'liq gumonlar asosida tintuvlar o'tkazgan edi. Tergov Surfinanzas kompaniyasi bilan bog'liq bo'lib, ushbu kompaniya mazkur klublarga homiylik qilgan va AFA prezidenti Tapiyaning yaqin do'sti Ariel Vallejoga tegishli. Tergovchilar Surfinanzas klublarga qarz berib, buning evaziga televideniya yoki marketing huquqlari orqali to'lovlar olgan bo'lishi mumkin deb hisoblamoqda.